Davom etamiz. Yurtimiz hamda jahon sport maydonlarida ro'y berayotgan muhim voqea va yangiliklar keng jamoatchilik e'tibor markazida bo'lib turibdi. Sport olamidagi eng so'nggi yangiliklar, qiziqarli natijalar va muhim xabarlar bilan navbatdagi lavhamizda tanishasiz. Bugun poytaxtimiz yana bir yirik sport tadbiriga mezbonlik qilmoqda. Turon yakka kurash bo'yicha Jahon Kubogi doirasida dunyoning turli mamlakatlaridan tashrif buyurgan ishtirokchilar bir maydonda jam bo'lgan. Ayni daqiqalarda bahslar qizg'in davom etmoqda. Ushbu musobaqada qo'shni davlatlarimizdan va Yevropa boshqa davlatlardan Amerika, AQSh, Kanada va shu qatorda Turkiya, undan tashqari boshqa davlatlarimizdan qatnashib kelishmoqda. Kechki kunda bahslar bo'lib o'tdi. Bugun yarim final, final bahslari bo'lib o'tadi. Qo'shni davlatlarimizda ham bu Turon milliy yakka kurash sporti jadal rivojlanib kelyapti. Kecha biz buni amalda ko'rdik. Chunki chet el sportchilari ham juda mahorat bilan qatnashib, faxrli o'rinlarni egallashdi. Bu musobaqadan tashkillashtirishimizdan maqsad Turon milliy yakka kurash sportini o'zimizning milliy qadriyatlarimizni jahon arenalarida ko'rsatish va milliy sport turimizni butun jahonga olib chiqish va qo'shni davlatlarda va boshqa jahon davlatlarida rivojlantirish. 17 yoshdaman. 70 kilogramda jahon chempionatida qatnashyapman. Hozir xudo xolasa yarim finalda o'tdik. Endi xudo xolasa finalga chiqdik. G'alaba qozonish qiyin bo'lmadimi? Yo'q, yaxshi, endi mehnatga yarasha bo'ldi. Mehnatdan qutiyamiz va ancha. Xudo xolasa g'alaba bo'ldi. Ushbu sport turi bilan necha yildan buyon shug'ullanasiz? 7 yildan beri shug'ullanaman. O'zimiz Farg'onada shug'ullanaman 7 yildan beri. Turli davlatlardan tashrif buyurgan sportchilar g'oliblik uchun kurash olib borar ekan, hakamlar tomonidan bellashuvlar belgilangan tartib va qoidalar asosida baholanmoqda. Tomoshabinlar esa har bir uchrashuvni katta qiziqish bilan kuzatishmoqda. Musobaqa очень zo'r, atmosfera zo'r. Shogirdlar hozirga o'rin olgan. Polifinal, finalda urishadi bugun. Men obshi 12 ta bola olib kelganman. Kecha Profboyda meni bitta shogirdim urishib, chempion bo'lib kamar oldi. Bugunga endi polifinalda уже 4 tasi bor. Finalda ikkitasi urishadi bugun, xudo xolasa. Ko'ramiz endi natijani bugun. Turon yakka kurash sporti bilan 15 yildan beri shug'ullanib kelaman. Mana hozir Jahon Kubogi musobaqasida ishtirok etib turibman. Bundan oldin ko'plab O'zbekiston chempionatlarida, Osiyo chempionatlarida faxrli o'rinlarni egallaganman. 15 ta davlat ishtirok etyapti bu musobaqada. Raqobat juda kuchli. Masalan, kecha ikkita jang o'tkazdim o'zim. Bittasi turkiyalik, bittasi qirg'izistonlik. Albatta ikkalasi ham juda kuchli. Asosan Qirg'iziston raqibim bilan juda qiynaldim, ammo intizom bilan yaxshi harakat qilib g'alabaga erishdim. Turon yakka kurash bo'yicha Jahon Kubogi yosh avlodni sportga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qilmoqda. Kelajakda yurtimiz sharafini xalqaro maydonlarda munosib himoya qiladigan barcha yosh sportchilarga omad tilaymiz. Sench Baxtiyorjonova, Ravshan Nizomov, Joyda informatsion dasturi uchun. FIFA futboldagi eng yangi texnologiyalarni joriy etmoqda. Endi maxsus sensor o'rnatilgan to'p uning aylanishi, tezligi va tegish nuqtasini aniq kuzatadi hamda ma'lumotlarni real vaqt rejimida uzatadi. Bu ayrim avtomatlashtirilgan ofsayd tizimi bilan birga hakamlar qarorlarini tezroq chiqarishga yordam beradi. Barcha futbolchilar 3D tana skanerlardan o'tkazilib, o'yin vaziyatlari yanada aniq tahlil qilinadi. Sun'iy intellekt esa murabbiylarga bir necha soniyada grafiklar yaratish va taktikalarni sinovdan o'tkazish imkonini beradi. Ya'ni avvallari o'yin tahlillari 50-60 sahifalik hisobotlarda berilgan bo'lsa, endi u bir necha soniyada tayyor bo'ladi. Mutaxassislar bu texnologiyalar futbolni adolatliroq qilishini ta'kidlamoqda. Biroq ayrim bahsli vaziyatlarda endi hakamlar emas, texnologiyaning o'zi tanqid ostiga olishi mumkin. 2026-yilgi FIFA Jahon chempionati oldidan stadionlarda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etildi. Unga ko'ra muxlislarga o'zlari bilan suv idishlari, hatto bo'sh, qayta ishlanadigan butilkalarni ham olib kirishga ruxsat berilmaydi. FIFA bu qarorni xavfsizlik nuqtai nazaridan qabul qilganini ma'lum qildi. Asosiy sabab sifatida stadion ichida tartibni saqlash, buyumlarning uloqtirilishining oldini olish va barcha arenalarda yagona qoidalarni joriy etish ko'rsatilmoqda. Turnir yozgi issiq mavsumda o'tkazilishi kutilayotganligi sababli bu qaror ayrim mutaxassislar va muxlislar tomonidan tanqid qilindi. Ularning fikricha, suv olib kirish cheklovi yuqori
haroratli sharoitda noqulaylik tug'dirishi mumkin. Bunga javoban tashkilotchilar stadionlarda bepul ichimlik suvi olish punktlari, sotish zonalari, tibbiy yordam xizmatlari bo'lishi mumkinligini ta'kidlagan. Shunday qilib, muxlislar uchun xavfsizlik va tartibni ta'minlash asosiy maqsad sifatida ko'rsatilmoqda. Biroq bu qaror bahs-munozaralarga ham sabab bo'lyapti. Hyustonda FIFA Fan Fest va Jahon chempionati o'yinlari oldidan xavfsizlik choralari kuchaytirilmoqda. Rasmiylar tadbirlar davomida dronlardan nazorat qilishni rejalashtirgan va stadion hamda fan zonalari atrofida dron uchirish taqiqlanishini ogohlantirgan. AQShning ichki xavfsizlik va jinoyatlarni tergov qilish tashkiloti muxlislarni onlayn firibgarliklardan ehtiyot bo'lishga chaqirmoqda. Soxta chipta sotuvlari, firibgar saytlar va shubhali havolalar orqali shaxsiy ma'lumot hamda pul o'g'irlanishi mumkin. Rasmiylar chipta va ma'lumotlarni faqat FIFAning rasmiy sayti orqali olishni tavsiya qilmoqda. Shuningdek, shubhali xabarlar va havolalarni ochmaslik kerakligi aytilmoqda. Ayni paytda xavfsizlik tayyorgarliklari yakunlanayotgan bo'lsa-da, ayrim mahalliy aholi shahar infratuzilmasi hali to'liq tayyor emasligi haqida xavotir bildirmoqda.